Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Naslli mol ishqibozlari uchun mana bu yerda Angus opachalarimiz bor ekan. Shularni hozir ozgina video obzor qilib ko'rsatib o'taman. Anchadan buyon video qo'yganimiz yo'q kanalimizga. Bugun hafta kuniga chorshanba Qo'qon mol bozorida biz o'zimizda Qo'qon mol bozoriga chiqishdi. Belorussiyadan kelgan toza anguslar ekan. Ha bu qizil anguslar bor, ichida 3 ta. Qolganlari qora. Chorshanba eslatib o'taman, 4-fevral. Rahnavorlarni hozir so'raymiz. Ular endi 1 yosh, menimcha yoshiga to'lgan 1 yosh bo'lsa kerak. Narxini 30 milliondan 33 milliongacha deyishdi, tanlab olishdi. Bularni. Ularning narxi 30 milliondan 33 milliongacha ekan. Deganidan shu qolgani shu ekan. Nomerlarni hozir qo'yib qo'yamiz. Telefon qilib ko'rasizlar. Mana shu bir furada kelganidan shu qolgani shu ekan. Toza 3 ta qizil angusi bor ekan. Nechi nomeringiz? 77 712 37 telefon qilib ko'rasizlar. Mana bu yerda yana sotilgan variantlardan ikkita sementlar sotilibdi. Mana bular baraka bo'lgan. 63 millionga bo'ldi shu ikkovsi. 63 millionga. Примерно 370 kilo atrofida 360-370 kilo bo'lsa kerak живой вес. Bunisi bilmadim kim degan. Mana bu yerda yana bunaqalar bor ekan. Sizlardanmi? Hech pul sotildi. Buni ikkovi sotildi aka, 58 millionga. 58 millionga ikkovi sotildi. 31 ga 27 bo'ldi. 31 millionga Novotranga bu qizili 27 bo'ldi. Ularning ish pullariga. Bunisi limuzinimiz aka 28,5 baho qilishdi. 28,5 baho qilish berilmadi. Mana uni 25,5 baho bo'ldi. 25,5 To'g'risi. Nomerlaringizni yozib aytasizmi? 93 aka. 93 749 749 44 43 telefon chiqib olasizlar. Telefonda gaplashib olsanglar bo'ladi. Dastavkalarni ham boshqasini. Lekin sifatli, yaxshi ekan. O'zbatda yana boshqa naslli mollar endi o'sha yerda shular ekan. Mana prosta ko'rib qolganim uchun bozor narx-navosini Qo'qonda qanaqa bo'lib turganini bir chorva ishqibozlariga, do'stlarimizga ko'rsatib o'tay dedim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.